Agar har kuni limon suvi ichishni davomlashtirsa, bir oydan keyin odam badanida qanday o'zgarishlar bo'ladi? Siz buning qiziqib darhol har kuni limon suvi ichish raqobatini boshladingiz. Vaqt bir oy qilib bekitildi. Bu sizning limon suvi ichishni davomlashtirgan tunji kuningiz. Deganda o'rningizdan turgandan keyin qo'lingiz bilan yarim limon sharbatidan siqib, 3 dan 1 qism qaynoq suv va 4 dan 1 qism sovuq suv qo'yib aralashtirgandan keyin ichsangiz qirtaq ta'mini qabul qila olmaysiz. Lekin siz yanda ichib bo'ldingiz. Bu vaqtda siz odam badaniga kundalik ehtiyojli bo'lgan vitamin C ning 3 dan 1 qismini qabul qilib bo'lgan bo'lsangiz, limon suvi ichishni davomlashtirgan 3-chi kuni siz har kuni limon suvi ichishga tadrijiy ko'nib qolasiz. Bundaq bo'lganda ta'mini chuchmal his qilmaysiz. Atganlik tomoq texmo mazalik bo'ladi. Chunki limon suvi aram ilayotgan oshqozon uchayni uyg'otib, vaqtida noshta qilishni eskartadi. Limon suvi ichishni davomlashtirgan 5-chi kuni siz bir necha kun limon suvi ichgandan keyin ig'iz purash masalasining yaxshilanganligini bayqaysiz. Limon suvi ichishni davomlashtirgan 7-chi kuni kayfiyatingizning barbara tetiklashib, ruhlanib ketib borganligini his qilasiz. Bo'libmi deganda limon suvi ichib bo'lgandan keyin kayfiyatingiz texmo yaxshi bo'lib ketadi. Tadqiqotlarda ma'lum bo'lishicha, limon sizning atrofdagi muhitga bo'lgan ta'siriyatingizni o'zgartiradi. Limon suvi ichishni davomlashtirgan 10-chi kuni siz kichik ta'rifingizning normallashganligini bayqaysiz. Chunki limon suvi oshqozon uchayning hazm qilishini ilgari surib, metabolizmni tezlatib, badandagi keraksiz moddalarni chiqarib tashlaydi. Limon suvi ichishni davomlashtirgan 15-chi kuni deganda aynakka qarab yuz teri holatingizning ko'rinarli yaxshilanganligini, parqaroq ham siyliq bo'lib qolganligini bayqaysiz. Chunki limon tarkibidagi vitamin C oksidlanish qarshi iqtidoriga ega bo'lib, erkin radikallarni neytrallashtirib, terining qirish jarayonini ostiltadi. Limon suvi ichishni davomlashtirgan 20-chi kuni siz chechingizning texim jonliq bo'lib qolganligini, chechingizning oson moylashib qolmaganligini his qilasiz. Chunki har qatam limon suvi ichib bo'lgandan keyin siz eshib qolgan limonni siqib, shirni qilib chechingizni yuvishga ishlatasiz. Alohida tadqiqotlarda ma'lum bo'lishicha, limon suvi bosh terisidagi mayning ajrilib chiqishini azaytib, bosh terisining pokizligini saqlaydi ekan, hamda choyishning ozuqlik sumirishini ilgari surdi ekan. Siz limon suvi ichishni bir oy davomlashtirgandan keyin deganda badan ig'irligingizni o'lsangiz, o'riqlab qolganligingizni his qilasiz. Chiroyingizning bu nurlanib ketganini his qilasiz. Agar har kuni limon suvi ichishni davomlashtirsa, bir oydan keyin odam badanida qanday o'zgarishlar bo'ladi? Siz buning qiziqib darhol